Qandiyor? Hoshim aka, assalomu alaykum akajon, qalaysiz? Hoshimning o'g'li, sinfdosh, qalaysan? Yaxshimisiz? Tuzilishda nima qilyapsizlar? Ha, sen o'zing nima qilyapsan bu yoqda? O'zimni do'konimiz, mana katta qilib, aniq qilib o'zimizda sotuvlar qilamiz. Zo'r. Esingdami, o'qituvchimiz menga 2 qo'yayotdi-da, senga faqat faxriy yorliq beryapti-da. Hozir menda mana do'konim bor-da, bunda faqat faxriy yorliq bor-da. Sana raqobatching kim? Ortiqxo'jayev. Seriozmi? Bir menda pul ko'payib ketyapti-da, bir ularda ko'payib ketyapti. Teng olishimiz edi, nomerading shaharda kim bo'lyapti, tartishimiz edi. Sizlar nima qilyapsizlar? Nima uchun kelyapsizlar bu yoqqa? Texnika olgani keldik-da. Voy, joyiga kelibsizlar demaslarga hozir ko'rsatib boqqanman. Hatta ana unaqalar bor, batta mana unaqalar bor-da. Qandiyorjon? Men tushunmadim, 99 mingmi shunda bu? Bizani meni ideya do'konimda faqatgina bir kun 16-may kuni texnikalarni oyiga 99 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Hech qanaqangi boshlang'ich to'lovlari yo'q. Masalan, akajonim, mana shu primer xolodilnigini oyiga 99 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Mana shu gaz plitani ham oyiga 99 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Primer konditsioneri ham oyiga 99 ming so'm. Mana bu Rettoni borki, kir mashinasini ham oyiga 99 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi. Bunaqasi O'zbekistonda kamdan kam bo'ladi, faqatgina bizda O'zbekistonda ideya do'konlarida, mening do'konimda bo'ladi. Chiroyli ham gapiryapti. Ha, vaqti. O'rgandim. Samsung Galaxy A17 telefonni ham oyiga 99 ming so'mdan olsangiz bo'ladi. Va yana shuni mamnuniyat bilan ma'lum qilamanki, bu yoqqa yuring. 43 talik smart televizorni ham oyiga 99 ming so'mdan to'lab olsangiz bo'ladi, Hoshim aka. Gapim so'ngida nima demoqchiman? Qandiyor! Yoqqa. Nima? Nima gap sotib o'tirsan, ha? Nima gap sotib o'tirsan? Shuncha yuk turibsan u yoqda. Mehmonim kelgan. Ishdan ketding. Tariqmi? Oy, Hoshim aka. Qandiyorjon? Nima u odam seni tepyapti? Shunday teptirib kibrini so'ndirib turaman-da endi. Qishloqqa qachon ketyapsizlar? Yarim soatda ketamiz. Menga ham joyga borib olib ketamizlar. Nimaga? Ishchi. Qishloqni sog'di. Oddiylikni sog'di. Men charchadim shahardan. Hoshim aka, men qo'yaman bundan qilarni.